Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Xo'p, navbatdagi mebelimiz ustunovka jarayoni tugatdik. Xo'p, bu mebelimizni Andijon viloyati marhamatga o'rnatdik. Xo'p, общий razmeri 3.38 ga, balandligi 2.60 holatda bo'ldi. Xo'p, xudo xolisa birsigina avzoni qilib beramiz. Xo'p, ustilari rossiyskiy stolishniца bo'ldi. Soyuz firmasiniki, oshxona outside firmaniki, vakuum o'zi yopiladi. Xo'p, bu yerga duxovka tushadigan bo'lgan, bu yerga gaz plita qo'yilgan. Pastlarida polkalari bor, tortmalari ichida patnislari bor, vakuum. Endi moyka joylashgan. Buning ustidan qo'yilgan kafeli mebel ichida bo'ldi. Moyka smestitel, idishlarning soshovkasi ichida. Xo'p. Bu tomonga bar. Xo'p, bardan so'ng ikkita eshik, polkalar bor. Xo'p, bu vitishga joylashgan, vitishgan joylarini ochib qo'yganmiz, ulab qo'yganmiz. Xo'p. Ishlayapti. Xo'p, antresollar bor, bu yerga xolodilniy qo'yiladigan bo'lgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar.